Do'stim, assalomu alaykum. Bozorga yaqin bo'lsin, sentrga yaqin bo'lsin, shaharga yaqin bo'lsin deb uy so'rovmidingiz? Mana o'sha uy sizga topib qo'ydim. Faizli mahalla, qo'ni qo'shnilar bor, ahil qo'shni, hammasi eski qo'shnilar, zo'r joydan sizlarga arzonga yer narxida, yer hisobida berib yuboraman deyiladigan joy topib qo'ydim. Qayerda deysizlar? Zangiota tumani, Nazarbek, Mevazor mahallada. Yo'l 100 metr, bunaqasiga chiqsangiz 500 metrda Tarnov sentr, bilasizlar. Bunaqasi yursangiz Betonkaga chiqasiz. Ipodrom, Abu Saxiy, O'rizor bozorligi 10 kilometr, 12 kilometr, 15 kilometr oralig'ida joylashgan, bozorga yaqin, shaharga yaqin, bu yerda narxlar oshib borayotgan joyda faizli bitta xonadon topib qo'yganman. Tez kelib baraka qilib qo'yishingizni maslahat beraman. Uy ichini bitta obzor qilib beraman-da, keyin narxini ham aytib o'taman. Haqiqatan to'g'ri tushuntirib o'tdim. Yuribdi ko'rsatamiz. Mana temir darvozalar, yangicha darvozalar qo'yib qo'yilgan. Mana shu kirib kelishingiz bo'ladi. Tupikda joylashgan, tinch joy, tinch mahalla. Gaz, suv, svetlardan muammo yo'q, kommunikatsiyasi bor. Zo'r inson ekanlar, uy egalari. Nomerlarni hozir pastda qoldiraman, bemalol savdo qilib gaplashsanglar, variantga ham berib yuboraman deyaptilar. Yaxshi inson ekanlar, kelishtirib beraman, kelsa deyaptilar. Qaranglar, tushuntirib o'taman. Mana bu egalarning uylari mana shu ko'rinishda. Mana shu ko'rinishda. Uyi zaruriyat bo'lib qolgan ekan. Mana shu devorni ko'rib turibsizmi? Mana shu bu yoqdan bu yoqqa qarab sotaman deyaptilar. Bu yoq tarafini o'zlariga olib qo'yar ekanlar. Zo'r inson, u yoqni qo'shni oldi ishga, qo'shni bo'lib, bitta devor qo'shni bo'lib yashab yurar ekansizlar. Kirib kelishinglar bu yoqdan bo'ladi. Taxminan 3 sotuv atrofida. Metrimiz yo'q edi, o'lchashga uspet qilmadik. Min bor uzr. 3 sotuv taxminan uylari bilan. Birinchi etaj pishuv ishlarda ko'tarilgan. Sesma poyezdlar quyilgan, baqvat qilib o'zlari uchun qurgan ekanlar uyni. Hozir uy ichini obzor qilib beraman. Ko'rib baho berasizlar, narxini hozir aytib o'taman. Narxi esimdan chiqib qolmasa bo'ldi. Mana keling operator. Yog'imizda katta 3,5 ga 6 metrli xona. Oshxona qilib foydalanishayotgan ekan. Kimgadir nimadir qiziq bo'lsa, balkim boshqa xona qilib foydalansangiz bo'ladi. 2 etaj uy. Tayyor kelib yashasa bo'ladigan holatda uy so'rayotgandinglar, bozorga yaqin bo'lsin dedinglar, mana sizlarga bozorga yaqin joy. Navesli qilib qo'yilgan. Qo'lini qarang, faizli. Zinalar qilib qo'yilgan, hamdaqa tapchanlar qilib qo'yilgan. Xohlasangiz mana egasi olib qo'ysa agar mabodo o'rniga yana tapchan qo'yib, choy ichib, maza qilib yashaydigan joy ekan. Faizli xonadon. Sveti bu yerdan qilar ekan. Bu yoqda yana bitta xonamiz bor. Xonalari issiq ekan. Ataplini qilinganmi? Ataplinalari bor. Mana suv. Oqyot. Men oxirigacha yoqmadi. Suv, gaz, suv muammo yo'q. Bemalol. Mana egalari ham shu yerda. Hujjatlardan muammo yo'q. Yuring operator, ikkinchi etaj chiqamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Hamdaqa temirlardan takoy qilib ishlab qo'yibdilar. Chiqurishingizda balkon, ikkinchi etaj zo'r, chiroyli joy ekan. Faizli xonadon. Bu yog'imizda mana yana bitta katta xona 3,5 ga 6 metrli xona ekan. Eshik romlari yaxshi. Holati yaxshi turibdi. Kelib remont qilish shart emas ekan. Kelib ko'chib kelib yashasangiz ham bo'ladi bemalol. Bu yoqda yana bitta xonamiz bor. To'rt xona. Kimga qaysi biri qulay, bemalol o'zingizlar kelib, xohlaganingizni oshxona qilasiz, xohlaganingizni zal qilib yashasangiz bo'ladigan joy ekan. Manzilini aytib o'tdim. Sentr Tarnovga bir qadam joyda, bozorga yaqin, shaharga yaqin, Nazarbek, Mevazor degan mahallada. O'tlarning narxi oshib ketyapti kundan kunga. U narxi tushyapti degan narsaga uncha ishonmanglar. Sotadigan odam o'zi qimmat narxga sotyapti. Narxini 80 ming deyaptilar. Kelishtirib berar ekanlar egalari. Variantga ham yuraman deyaptilar. Mabodo ozgina yetishmovchiligi bo'lsa, bemalol qilursa, gaplashamiz, maslahatlashib, bir yechimini qilamiz deyaptilar. Zo'r inson ekanlar. Savdolashib aloqaga chiqinglar. Past egalari nomerini qoldiraman. Kimga reklama xizmati kerak, kanalga obuna bo'lib, O'zbegim uylari, baxtli uylarim bor kanaliga obuna bo'lasiz. Uyingizni tez sotib berishga yordam beryapmiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Past egasining nomeri, tez telefon qilib olib qo'yinglar. Sog' bo'ling.